Pisochni og'izga solishingiz bilan uvadalanib ketadigan, mehmon stolida qancha tursa ham kremi oqib ketmaydigan mazali tartaletkalar tayyorlaymiz. Demak, birinchi bo'lib idishga 300 g unni elakdan o'tkazamiz. Xamirli barcha pishiriq va taomlar uchun men doimo ishonchli va sifatli to'ron unidan foydalanaman. Elangan unga 150 g sariyog'i qirg'ichdan o'tkazib, ikkalasini urvoq holatiga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Urvog'iga 80 g shakar upasi, 1 choy qoshiqda 100 razrixlitel hamda 2 tuxum sarig'ini qo'shib, xamirni bir joyga to'playmiz. Agar xamiringlar bir joyga to'planishi qiyin bo'layotgan bo'lsa, 1-2 osh qoshiq sut yoki muzli suv qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Tayyor bo'lgan xamirni endi tartaletka qoliplariga joylashtirib chiqamiz. Menda qoliplarning diametri 6,5 cm bo'lgani uchun xamirni 24-25 gramdan o'lchab oldim. Shunda 22 dona tartaletkalar chiqdi. Xamirni qolipni hamma joyiga bir tekis joylashtirishga harakat qilamiz. Tartaletkalar pishayotganida juda ham ishib ketmasligi uchun vilkada sanchib chiqamiz. Tartaletkalarimiz oldindan 170 darajada qizib turgan duxovkada tillarangga kirguncha taxminan 25 daqiqa pishiriladi. Pishgan tartaletkalar sovib bo'lgandan keyin qolipni nomiga ezib, oson ko'chirib olamiz. Navbat kremiga. Buning uchun 180 g mazali krem chiz, 3 osh qoshiq shakar upasi, 1 choy qoshiq vanilin shakari hamda 250 g 33% qaymog'i quyilguncha miksirlaymiz. Krem mazali, ustойчивый bo'lishi uchun yaxshi, sifatli mahsulotlar ishlatishingiz kerak. Men sifatli va mazali kallex sut mahsulotlaridan foydalandim. Quyuqqina mazali kremimiz tayyor. Endi buni gul nasatkali qopchaga solib, tartaletkalarning ichiga siqib chiqamiz. Tartaletkalar yana ham dasturxonbop, chiroyli bo'lishi uchun ustini rezavor meva va yalpiz bilan bezatsak bo'ladi. Og'izda uvadalanadigan, kremlari ham mayingina, juda ham mazali, dasturxonbop chiroyli tartaletkalarimiz tayyor. Siz ham ushbu retsept bo'yicha albatta tayyorlab ko'ring.